Muhammad aka o'zi asli siz qayerlisiz aka? Qayerlisiz? Har xil anaqalar ko'p yuradi. Salomlar do'stim, men shu yomon ko'raman. Ko'pchilik mana mashinaga o'tirib qolsam, kafega kirib qolsam, magazin ko'pchilik 95% odam juda qiziq qat'iyligimiz. Ko'rinib turibdi, Meksikadan emasman-ku, endi Ispaniyadan emasman, shu O'zbekistonlik odamman, ko'rinib turibdi. Mana shu qat'iysiz degan odamlarning o'zi bor-ku. Kichkinagina o'zi xohlamagan holda boyagi natsionalist bo'ladi-yu, millat ajratish, millatchilik. O'sha narsaga kelib chiqadi. Sababi, agar mendan Samarqandlik odam so'rayotgan bo'lsa, Jomboyda tursa-da, men unga Samarqandni Jomboydanman desa, xursand bo'lib ketadi. Qayerdansiz deydi. Agar men Qashqadaryoni Yakkabog'idanman desam, nisbatan pastga tushadi. E'tibor. Demak, uni odami, o'shaning oldidagi odam bo'lsam, unga men ko'proq yoqaman. Agar sal uzoqroq, Qoraqalpog'iston, bu Andijon, Yaypan, mana joydanman desam, voy, demak, men o'sha pastga tushib ketib qolar ekan. Men aytaman-da, mana shu oxirgi bir bitta amaki bilan balkim ko'ryaptilarmi, yo, men endi uzrim so'radi, endi men uzrimni qabul qildilarmi? Mendan bir 15-20 yosh katta odam, men o'zim 55 daman, endi 15 yosh katta odam necha yosh bo'ladi u odam? 70, endi men 80 ga. Men mashinaga o'tirganda rasbiga tashab, kam gaproq bo'lib ketyotgandim. Qo'pol bo'lsa ham aytaman, shu narsani men endi joizda, bilmayman, bu meni fikrim. O'sha amaki bir 3 marta 5 minutda ichida 3 marta harf degan so'z ishlatdilar. Obbo 75, obbo 80, obbo 40, 60 harf bos. Ana harf bos. Mana uni o'ynayaptilarmi ular yoki o'zi shunaqa odammikan degan haqlar baribir jim keturdim. 4-da vaqillab bordim-da. Men okaginam dedim. Nima uchun bunaqa nafrat dedim. Mana shunaqa oblastdan kelganlik. Agressiya. Nima uchun? O'z men Toshkentlikman. Katta dars o'sha yerda ketdi. Toshkentda o'sib chiqmaganlar, hamma kelgan. To'g'rimi? Demak, avtomatik holda bobolaringiz harfga chiqazib qo'yasiz, birinchidan. Ikkinchidan, xo'p, qayoqqa borsin shu? Madridga borsam, yo Parijga borsam, ishlagan. Toshkent poytaxt bo'lgandan keyin kelganda o'sha yerga tirikchilik, xuddizidagi niyati bor uni. Bolasini o'qityapti, qizini erga bermoq, narsa pul yo'da sal donodir, buttim donodir. Yoki siz har kuni bittasiga 100 mingdan pul beryapsiz. Menimcha bunaqa nafrat dedim. Ko'p katta odam normal qarasa, men aytdim, tegib ketdim-yu, nabiralaringizga qanaqa tarbiya beryapsiz, aka dedim. Ular ham ertaga dedim, voy doddam bunaqa turibdilar, ular qizil harfda aytishadi-yu bu narsalarni. To'qib yengachalarini to'qib. Mazza appetit bilan birovni kamsitish. Nabarot birovni kamchiligini yopish yaxshi emasmi deymanmi? Hammada bor kamchilik. Ko'p kuzatdim, nomerga qarab o'lib ketamiz. O'zimiz g'ajib tashlaymiz. Hop, Farg'onalik nima beganam bizga, Buxorolik yo Qashqadaryo. O'zimiz-ku o'sha bittamiz emasmi shunday? Ertaga Xudo ko'rsatmasin, avvalama astag'firulloh. Yo'q esa urush boshlanadi. Unisi astag'firulloh. Hop, nima deyman men chiqib? Yo, men faqat Toshkentlar bilan birga, yo, men faqat Andijonlik, yo, men faqat Qo'qonlik. Dedim, nima deydi? Unda aka 1 minutda bizani qilib pista pochoq chaqib qo'yadi-yu. Birlasha olmasak. Ahillik yo'q bo'lsa. Yo'q. Mana o'zingiz yaxshi bilasiz, Amerikada yashagan, o'sha Texasdan kelganman, Texas demaydi-ku. Yo'q. New Yorkdagilar. Oh, you from Texas? Uni naborot, uni ko'tarib qo'yishadi. Yo, bizda pastga tushiramiz. Bilmayman, shu ming afsus, menga shunaqa tuyuladi. Juda avjiga olib ketdi kamsitish.